Kullu ummati yadkhulunal janna. Meni ummatimni bardig'i beshga kiradi dedi. Hammasi kiradi dedi. İlla men aba. O'zi unamagani, bosh tortgani o'zi jannatga kirmaydi dedi. Hammangiz jannatsiz dedi. Yo'q dedi. İlla men aba, bosh tortgan odam beshga kirmaydi dedi. Sahobalar so'radi. Va man yaba ya Rasululloh. O Allohning elchisi kim dedi jannatdan bosh tortadi dedi. Hamma shunga kirgis kelyapti-yu dedi. Qanday qilib bosh tortadi dedi. Qola man ata'ani. O birinchi safga o'tirib olinglar. Birinchi safga o'tirib olamiz, jilib olamiz. Man ata'ani dakhalal jannah. Kim menga itoat qilsa jannatga kiradi. Va man asani faqad aba. Meni sunnatimdan bosh tortsa, o'sha o'zi jannatdan bosh tortgan bo'ladi dedi.